Hürmetli televizor kögüçüler, naq maydandaki tomoshabinlar, hozir ko'rdiğinizlar Şinjan televiziya stansiyasi Xuyu Madaniyat taqis cheklik şirkati bilan Şinjan Albidar Madaniyat media cheklik şirkati birlashib yangidan yo'lga qo'ygan nutq so'zlash xarakterdagi programma ular shundoq deydi. Undaqda ular kimlar? Ular o'z kasbida, o'z sohasida uzun yil tirishchanlik ko'rsatish orqali natija qozongan, o'z hayotida muvaffaqiyat qozongan shaxslar. Biz ularningki hayot kechirmishlarini, tajribalarini va hosil qilgan qimmat qarashlarini jamiyatga taqsish orqali yoshlarimizga ilhom va madad bermoqchi. Bugungi programmamizdagi bosh qahramoni bo'lsa, bizningki tibbiy sohada ko'zga ko'ringan bizning dаңliq mutaxassisimiz Kerem Abdurahim efendim. Kerem akamning hayoti izchil turda izdinish va tirishchanlik to'lgan hayot. Shunga birga bu xil izdinish qaysi nuqtaga qarab elib berilgan desa, ya'ni sog'lomlik uchun elib berilgan. Oldin biz bu bosh qahramonimizniki bir qisqacha VCR'ni ko'rib baqayli. Abdukerem Abdurahim Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Doktorxonasining muavin boshlig'i, mikro zaxmi tashqi kasalliklari bo'limining mudiri, professor, mudir vrach, doktor aspirant yetakchisi, Goviyanning alohida ta'minotidan bahramand bo'ladigan mutaxassis. Abdukerem Abdurahimning tibbiy sohada erishgan natijalari haqiqatan kishini so'yindiradi. Abdukerem Abdurahim 2008-yili Abdunum Rayonluq Xalq Hukumati tarafidan Abdunum rayon bo'yicha tövbekar mutaxassis, Abdunum rayon bo'yicha ilg'or fan texnik xodimi, Abdunum rayon bo'yicha munavvar oz sonliq millat ixtisos egisi degan sharafli nomlarning sohibi. Undan boshqa Abdukerem Abdurahim davlatning qo'llanishchan kashfiyoti bo'yicha 7 turda, Abdunum rayonning fan texnikada yangilik yaratish turida ko'p qitim ayrim holda 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalik mukofotga erishgan. 2010-yili Abdukerem Abdurahim mamlakatlik emgak namunachisi, mamlakatlik ilg'or xizmatchi. 2015-yili Jongodagi yaxshi odam degan sharafli nomga, 2016-yili mamlakat bo'yicha ilg'or fan texnik xodim bo'lib baholanib, uzluksiz tirishish, yangilik yaratish ro'yini namoyon qilib kelmoqda. Abdukerem Abdurahim boshchiligidagi kollektiv navbatda yangilik yaratish asosida semizlik va oshqozon qizil o'ngash refleksi kasalini birlashtirgan yangicha davolash texnikasini qo'llanib, semizlikni davolash texnikasining yana bir baldoq yuqori ko'tarilishiga tegishli to'kib qo'shmoqda. Qizg'in olqishlarimiz bilan bizniki Abdunum rayonluq Xalq Doktorxonasining muavin boshlig'i, professor, doktor yetakchisi, mikro zaxmlanish tashqi kasalliklar mutaxassisi Kerem Abdurahim akamizni qarshi olaylik. Marhamat. Kerem aka, endi sizniki ayni vaqtda bizniki Abdunum rayonida to'nilishingiz mening bilishimcha, mening shaxsan bilishimcha siz ayni vaqtda shu o't operatsiyasida yangilik yaratdingiz, o'tdagi toshni ilishda, shundaymi? Shundoq. Shunga siz Abdunum rayonimizda nurg'un odamlarning teshini ilib etdingiz hozir. O'tini ilib etdingiz. Mening bilishimcha nurg'un semiz odamlarning teshini evitib, nihoyat yaxshi qilibsiz. Ular nihoyat sog'lom bo'lib ketdi. Ammo nurg'un o'riq odamlarning teshini evitib chatoq qilibsiz, ha? Anlasam nurg'un teshi yo'q odamlar shamol chiqsa tuzak mang'amaydigan bo'lib qolibdi. Xo'sh, demak sizniki bu bizning tibbiy sohadagi bir bo'sish nuqtasiga hujum qilganingiz butkul jamiyatning esida. Unda bo'lsa ayni vaqtda shu texnikani bizniki rayonimizga qandoq akirdingiz, qandoq masalalarni hal qildingiz? Mushaq bir so'zlab boqamiz. Bo'ldi. Hurmatlik ko'rmanlar, hozir vaqtlar yaxshi bo'lsin. Men 1979-yili oliy maktabga imtihon berib, Shihanza meditsina institutiga o'tdim. Shu maktabni tanlashim, men o'rta maktabda o'qigan vaqtimda shu doktorlikni nihoyat yaxshi ko'rardim. Shihanzaga borgandan keyin odatda meditsinani o'qish odatda 5 yil bo'ldi. Chunki men Uyg'urcha o'qishga 6 yil o'qib, maktabni g'alaba bitirdim. Shu o'qish jarayonida nurg'un jarohat tortdik. Bitirib kelgandan keyin o'zimningki orzuyi, mush Abdunum rayonluq Xalq Doktorxonasida ishlasam degan orzuyim bor edi. Men o'zimmi shu Abdunum rayonluq Xalq Doktorxonasida tug'ilgan, uyammi shu doktorxona atrofida. Shuning uchun o'zimning g'oyasi bo'yicha Abdunum rayonluq Xalq Doktorxonasininki odatdagi tashqi kasalliklar bo'limida ishladim. Bizning bo'limda 40 karavot bor. Kasallar shunday ko'p. Shu vaqtida men o'yladim, bu kasallar shunday jiq, bunda jiqishsa keyin biz yoshlarga abras qilamiz, qanaqa qilamiz degan shunaqa qiyosda bo'lgan.
Lekin canın taraqqiyatı, adamların köpeyişi, kasallarning köpeyişi, abaysiz degandek o'tib tashdan ko'pilishi, simiz odamlarning ko'pilishi biz doktorxonalarni taraqqiy qildirishga to'g'ri keldi. Shuning uchun men bilan yana bir bizning bo'limning ma'mur mudiri Wang Zhongbo degan mudirdan ikkimizni Shanxayga avatdi. Shu mikrozaxmilish o'ta operatsiyasini yaxshi o'rganib qaytib kelib, Xinjiangda birinchi bo'lib bu operatsiyani boshladik. Shu mikrozaxmilish operatsiyaning nurg'un to'salqılarga uchrab, hozirgi darajaga keldik. Demek, muşu bir operatsiya, muşu bir texnikini baldır ügünüp, andın bizden Şinjan'da umumlaştırıp, andın bimarlığı bunun idisini ötküzüş jarayonu intayın muşakkatlik jarayan bolgan. Şoňaşqa Keremkam tibbi sahada özüniki muşu texnikisi bilen nayt çoğ täsir qozulgan. Hoş, demek Keremkam 20 yıldan yaqı bizden tibbi sahaga kösetken töpsi intayın çoğ. Әмді бізніңкі программыз болса, мұшындақ надыр шәқсілерініңкі өз hayat кәчірмешлеріні жығын чақлап, бізге бір яқшы нотықтың бірін тақдым қылыш. Шының үшін біз Керемкамныңкі өз hayat кәчірмешлердің асыл қыған асылаты сүпті де бізге бір нотық сөзләп берішіні үміт қылымыз. Қане мәрәмет. Şiğeniz medisina institutunu bitirgəndən keyin Avtonom rayonluq xalq doktorxanasına bölündüm. Taşqi bölüngəndən keyin mən özümə qattiq tələb qoyub, şu vaxt oyladım ki, Ürümçidəki Avtonom rayonluq xalq doktorxanası bizning Şinjan'da ən çoğ doktorxana deb məndə göz qarşım vardı. Avtonom rayonluq xalq doktorxanasına bölüngəndən keyin özüm qattiq tələb qoyub, özümün ustazlarından bəzən vaxtlarda bulardan köp sual sorab, bəzən o'qituvchilar köp so'zlaydi, bəzən o'qituvchilar so'rasangiz sizga javob bermaydi. Bəzən vaqtlarda u boshqa bo'limga kasalga o'g'ilmasa, sizni boshlamaydi. Shuning uchun shu ustozning keyin marab turimizda agishib, köp savol so'rab qolgandan keyin yaxshi kasbni egalligi bo'ldi deb qarayman. 92-yilga borgan vaqtida Abay degandek mikrozaxmilish mushu yangi uskuna bizning Xinjiang kirdi. Kirgandan keyin ustozlarim bilan yangi kashfiyotlarni qilib, u vaqtning o'zida faqat o't operatsiyasini qilib bo'ldi. 97-yilda kelgan vaqtida bizningki Avtonom rayonluq partkom xalq hukumatiningki osonlik millatlarni tarbiyalash siyosati yo'lga qo'yildi. Men 3-qatim doktorxonadan qatlam talishi bilan Beijingga bordim. Beijingda birinchi qatim o'sim kasallik doktorxonasiga bordim. U chaqdagi sharoit hozirgi sharoitdan ko'p nachar. O'sim kasalliklar doktorxonasi Beijingda eng cho'ng doktorxona. U yerda 1 yil turdim. Men turadigan yer Beijingdagi Xinjiangning Beijing turishliq xizmat o'rni. Lekin o doktorxonada yotoq vaqt qisqa bo'lg'achqa o'zim bir yotoq hal qilib, shu yerda turdim. Doktorxona bilan men turadigan orlig'i qancha kilometrni o'qimayman, velosiped minsam 70 minutda boraman dashayga. Velosiped mingandan keyin Qo'saqbek ishga chiqdi. Ishdan tushib birinchi bo'lib Xinjiang xalqi yangi yaxshi ko'radigan rahmatni o'ylaymiz. Beijingning alayidligi bir doktorxonada ham bir doktorxonadan alayiga o'xshamaydi. Kasb jihatdan o'xshamaydi. Shuning uchun ishqi jarayonida men 3 doktorxonada turdim. Birisi o'sim kasalliklar doktorxonasi, Beijing institutininki ikkinchi doktorxona, yani birisi birinchi doktorxona, 3 doktorxonada turib, 3 doktorxonaning alayligining hammani egallab 99-yili doktorxonaga qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin bir kuni jiddiy bilimda bir kasalni meni ko'rish taklif qilibdi. Sen Beijingga o'ginib kelding, zaten o'ginib kelding. Bizning doktorxona qilib boqmagan bir operatsiyani men bir ko'rdim. Qizildim gashning ostida bir o'sma bor ekan. U kasalning ashqazida qon chiqib, bizning jiddiy bilimda yetibdi. Men bu kasalni ko'rib, cho'qim bu kasalni men qila olaman, Beijingda o'ganda degan ko'z qarashim bilan bo'limga kelib, bo'lim mudirligiga aytdim. Bo'ldi, kasalni akal dedi. Akagandan keyin biz cho'ng operatsiya qilish uchun cho'qim shu bo'limdagi butun doktorlar maslahatlashib bu operatsiyani ishlaymiz. Shu maslahat qilgan vaqtida ishki jurnaldan boshqa hammasi qarshi turdi. Kerem taqa yosh, hamda o'ginib keldi, bu operatsiya ishlay olmaydi. Deganki men ishlay olaman, Beijingda o'gandim. Bu operatsiyani kesib emas, shu mikro zaxmlanish usuli bilan ishlaymiz. Sen keyin bizning ishki model qo'llab bu operatsiyani g'albilik apadoq, uni degan qarshi turganlar hammasi ulam qo'llab
mush jihat kasallar bo'lsa, mana shuni turib yangi operatsiyalarni boshlab yapmandik. 2002-yilda kelgan vaqtida ayrim bir bo'lim qilib, mikro zaxmlanish bo'limda ayrim bir bo'lim qurdi. Shu vaqtning o'zida nurg'un doktorlar bu bo'limni tanlamadi. Nima uchun tanlamadi desa, bu mikro zaxmlanish faqat o't operatsiyasini qila oladi. Buning taraqqiyoti bektar. Bir doktor cho'qim ko'pligi operatsiya qilish kerak. Bu o't operatsiyadan bir doktor degilamaydi deb ba'zan doktorlar tanlamadi. Shu bizning bilimda shu vaqtida 6 mi 7 doktor qolib qoldi. Qolganlari bu bilimni tanlamay chiqib ketdi. Shuning bilan menga bir cho'ng besim bo'ldi. Shuning bilan o'zim ishga o'rgangan yangi texnikalarni qaytadan tadqiq qilib, shu yillar mush o't operatsiyasini Şinjan'da ishlash ham tuvan doktorlarga taqiq deb bir Abdum rayonining pan texnika nazoratiniki mushu 2-darajalik mukofot oldim. 2-darajalik mukofot olgandan keyin doktorxonadan texnik qo'llaydi. Shuning bilan o'zimmi nihoyat xushal bo'ldim. Shu vaqtda 5000 so'm xili jiq pul hamdi. Lekin bizning tashqi kasallar tabasida bunday tiyim apaqmabdi ekan. Shuning bilan biroqlar bu yangi operatsiyadan chiqqan, mushu tadqiqot tiyimini olgan deb doktorxonadan texnik qo'llab karovatni bir joyga aytib berdi. Shu bilim chiqqandan keyin men bir plan tuzdim. Birinchi yil 5 yillik planda nima ish qilamiz? Nima maqsadga yetamiz? Ikkinchi 5 yillik planda nima ish qilamiz? Uchinchi 5 yillik planda nima ish qilamiz deb men 15 yillik plan tuzdim. Birinchi 5 yillik planda mush kasbni kengaytirish, o't operatsiyalar emas, mush orqali boshqa kasblarga mushu doirani kengaytirish. Faqat o'tlar emas, mush qo'shaqning ichidagi masalan jigar, oshqozon, uchay, mush kirich, so'qir uchay degan operatsiyani kengaytirish. Andan keyin 2007-yilda kelgan vaqtida Abdum rayonlik mushu mikro zaxmlanish tadqiqot bo'limini qurdik. Uni Abdum rayonlik mikro zaxmlanish tadqiqot bo'limi. Bu butun Jumgoda birinchi qatim mikro zaxmlanish tadqiqot bo'limi deb qurildi. Semizlik to'g'riliq 10 yil burun mushu semizlikni operatsiya qilib o'rqitish mushu yangi texnikani yapmandik. Mamlakat bo'yicha shu vaqtning o'zida biz mamlakat bo'yicha ya 4-chi ya 5-chi o'rinda turamiz. Hozir bizning bilimda 4 doktor Germaniyaga chiqib tarbiyalanib keldi. Bu yil yana birisi chiqmoqchi. Demak, shu ko'p yilning tirishning natijasi deb qarayman. Bizning bilimda kunda deganda 10 minut atrofida ingliz o'rganamiz. Shuning uchun bizningki faqat bizning Şinjan'da emas, bizning Jumgo'ningki xalqaro sahnada dars so'zlash hozir kundan kunga ko'payotdi. Bizningki mushu mikro zaxmlanish bo'liminingki semizlikning biz bir qismi hamdi. Mushu 10 yildan biz semizlarni tadqiq qilib, mushuni qanday qilganda o'riqlatamiz, qanday qilganda xalqningki mushu kasaldan jiroqroq turadigan mushuni o'ylashib, masalan mushu Yaponiyada bo'lsa, mushu semizlik to'g'risida ko'p leksiya so'zlab, xalqlarni o'riqlashga da'vat qilib, masalan Angliyada masalan 10 kilo yo 5 kilo o'riqlasa, uningga mushu mukofot berib tashabbus qildik. Shuning uchun biz 10 yil burun bizning bo'limdagi kasallarning masalan abay aytgandek o'ti tashchiq. Nima uchun o'ti tashchiq degan joyda semiz odamlar o'ti tashchiq bo'ldi. Nima uchun ishkirdikilar shu vaqtning o'zida bizning Şinjan'ga bugunda deganda bizning Şinjan'da semiz kasalchiq, o'ti tashchiq, biz o'tni jiqish degandan bizda tajriba bor. Shuning uchun ishkirga doktorlar bizga kelib o'rgangan. Shuning uchun qanday qilganda semiz odamlar o'rg'ilishga mushu bir bo'shliqlarga qanday qilamiz degan temani o'ylashib 2005-yili birinchi ishildik. U operatsiyani Shanxaydagi bir professorni chaqirib kelib, Qashqardagi bir Xansu ayolni ishildik. U 148 kilo qildi. Operatsiyaga hozir 70 necha kilo. O'tgan yilda bir kasal tonishtirib kelib, u do'stini ishildik. Demak, bu semizlikningki kelayotgan oqibati shunday yomon. Uningki agashim kasallari mushu boshdan tortib oyoqcha hamma yerda bo'ladi. Semizlarning chishi chiqib turadi, chashdan boshlaydi. Ko'zdan ko'ziningki tomir to'siladi, qon bosim bo'ldi, diabet bo'ldi, tajisman yurak kasali bo'ladi. Masalan, bo'g'imlar sadaq chiqadi. Shunga biz mushu temani asos qilib semizlik kasalini tadqiq qilishga boshladik. Yaqinqi statistikaga qaraganda butun dunyodagi
Eğilik işip ketken adamlar 640 milyona bardı ekan. 20 yaştan tövenlerniki semizlik nispeti 23%. Ma 5 yıl yaqı statistik 5 mingdan aşıdı. Lekin onu aldık ensaq 10 mingdan aşıdı. Demek 10 ming adamның içinde apres qilib qanchasi ara 300 bor edi. Amerikada qanchalik ishlaydi desak, Amerikada yiliga 300 ming mush o'rqilish apresini ishlaydi. Semiz adamlar o'tag'ida uxlaydi, mening uyqum yaxshi deydi. Lekin uyquning sifati yaxshi emas. 10 soat uxlasa, biz odatga adam 6 soat uxlaganga yetmaydi. Bir kuni men bilimda tursam, bir adam kelibdi, 118 kilo bo'ldi. Men so'radim, siz bu pek semiz bo'lsa, ama yaxshi, hech qanday kasal yo'q menda. Tekshirdingizmi desam, yo'q deydi. Tekshirmay turib, o'zining badani yaxshi deydi. Maqsad siz engishib, oyog'ingizning bo'g'ishini itib olgan desam, itamadi. Mushu bir sizningki salomatligingizga kelgan bir xavf. Semizlikni o'rg'itish operasiya emas. Boshqa usullar bilan cheniqish, tomoqni kontrol qilish, oxir bo'lmaganda operatsiya qilish orqali mush o'rg'itish operatsiyasini qilyapmiz. Shuning uchun biz o'tgan yildan boshlab 5-oyning 11-kuni xalqaro semizlarni o'rg'itishning kuni deb bekitib, o'tgan yildan boshlab bu yil 2-chi qatim o'rg'ilgandan keyin nurg'un kasallarninki oldini olib bo'ladi deb mana tashabbus qilyapmiz. Azodlik Timurning 30-yillar biz Shinjongdagi o'ttirchi umri 37 yoshdi. Hozir 73 yoshga bordi. Lekin bizning Shinjongniki undan mutevan. Jungoniki 73 yosh, Yaponning 83 yosh. Demak, Yaponga bag'alab bo'lishi mumkin, Yaponda o'g'lan bo'lishi mumkin. Yaponiyaniki yemak-ichimga oid ilmiy o'zliqlik shunda yaxshi oz yeydi, soz yeydi. Shuning bizning Shinjongning tomog'imiz jiq yeymiz, kech tomoqni haddan ortiq yeyolamiz. Shuning uchun semizlarimiz ko'payadi. Diabet kasallik desak, diabetning asosi shu semizlikdan bo'lgan. Birisi irsiyatdan bo'lgan, ikkinchisi semizlikdan bo'lgan. Hozir mana butun yer sharida 400 million diabet kasallik odamlar bor ekan. Shuning yarmi o'zining diabet kasallik borligini uqmaydi ekan. Bizning Shinjongda ehtimol undan jiq bo'lishi mumkin. Jiq odamlar kelib, "Voyastanda o'tirgan yetib, meni diabet kasallik qilib qo'ydi, yoki bo'lsa o'ti tash deb qo'ydi" deb. U kasal sizni bo'lgandan biz topdik. Biz qilib qo'ymadik uni. Ba'zanlar tish chukitib o'tirgan keldi. Amaliyotda shu diabet kasalligidan bo'lgan tish tushish, yoki bo'lsa ko'rish quvvati tuvanlash qatorliq. Shuning uchun bo'lsa biz loyiha o'rg'lab kasalni oldini olsa deb shuni tashabbus qilaman. Operatsiya qilib tugatib bo'lmaydi. Operatsiya qilsak zaxmlandi. Operatsiya qilsak xatarlikmi ko'p. Shuning uchun operatsiya qilmaydigan usul bilan o'rg'ilsa ham yaxshi deb qarayman. Nayt yaxshi gaplarni qilib berdi. Demak, plan bir odamning hayotida bek bo'yimishmi qandaq? Evet, shunday oldu. Plan bo'lmasa maqsadga yetib olmaydi. Shuning uchun cho'qim bir odamniki qaysi kasb bo'lsa, shu kasbda o'zining bir plani bo'lishi kerak. Demak, hozirgi sizning planingiz shu 1000 ta samaga odamdan o'rg'itish, shundaqmi? Hozir semizlik bizning kasal bo'lib qoldi, kasallik bo'lib qoldi. Bundan saqlanish bizniki maqsadimiz bo'lib qoldi. Shuningga bu kasallikka nisbatan, bu xil zamonaviy kasallikka nisbatan bizning ko'z qarashimizni oydinlashtirish navbatdagi muhim bir masala ekan. Shuningga biz shu semizlik haqidagi bir VCRni ko'rib baqsaq deyman. Tibbiy ilmda semizlik ortiqcha maylarning badanga yig'ilib kelishi deb qaraladi ekan. Semizlik sog'lomlikqa, normal turmush va xizmatga ta'sir yetkazadigan asosli omillarning biri bo'lib, navbatda dunyoda eng ko'p ko'rilayotgan kasalliklarning biri ekan. Statistikaga asoslanganda dunyoda semizlik kasaliga giribtor bo'lgan bemorlarning soni 500 milliondan, elimizda 70 milliondan oshadi ekan. Abdunum rayonimizdagi semizlik kasaliga giribtor bo'lganlarning soni xeyli ko'p bo'lib, mamlakat bo'yicha 3-o'rinda turadi ekan. Semizlikning turmushga qanday aks ta'sirlarni olib keladiganligi hammalarga ayon. Munosabatlik tibbiy mutaxassislarning qarashicha, semizlik kasaliga giribtor bo'lganlar kundalik turmushda turli besimga uchragandan boshqa yana ularda ruhiy jihatdan o'zini kamsitish, jismoniy jihatdan organizmlarning iqtidori to'salg'iga uchrash qatorliq agashma kasalliklar ko'riladi ekan.
Cungo'da 70 milyon semiz adam var ekan. Ben bu faxrlik aldı 70 milyon adamın qatarı kirdim o demek kerak ha. Yiqilish Kirib qoldi, yiqilish qoldi. Mushuni o'ylaydigan chog'da kerak hozir sizniki bir jamiyatga bir mutaxassis bo'lib chiqdingiz bilan. Nurg'unlagan jamiyat masalalariga ko'ngil bo'lishni o'zingizning mas'uliyatingiz deb qaraymiz. Men bir tibbiy xodimi, shu salomatlik ta'sir etadigan ahvolni ko'rsam, shu zamatli berib, shu odam bilan so'zlashib, u odamga shu loyiqdagi salomatlikka diqqat qiladigan jihatdagi gaplarni so'zlab turaman. Masalan, ba'zan so'rinda o'tasammi, so'rindagi yo'ldoshlarga o'zimni kasbiy jihatdagi shu ilmiy usulda o'roqlash, ilmiy usulda ba'zan kasallarni oldini olish, to'g'riliq. Men uchun har qanday yerga borsam, shu o'zimni kasbini so'zlasam degan bir odatim bor. Kerem Kamniki mushu xil ijtimoiy qimmat qarashiniki barliq shogirdlarda va butkul doktorxona sohasida davomli umumlashishni umid qilamiz. Endi mundaq bir savol bor ekan. Siz har qitim ishkirga bordi ekansiz, yangi texnikani o'rganib keldi ekansiz, undan uni ishiltib kengaytirdi ekansiz. Har qitim nurg'un qiyinchilik uchraydi ekansiz, nurg'un to'sqinliklarga uchraydi ekansiz. Ammo har qitim bu qiyinchiliklarni yengdi ekansiz. Sizda dahshatli bir johillik bor ekan. Voz kechmaydi ekansiz. Undaqda bu johillik zodi nereden kelgan deydi? Buni johillik desak bo'lmaydi. Bu bir kasbga intilish, bir kasbni tanlaydi ekanmiz, uni cho'qim voyaga yetkazish. Bo'lmasa bu kasbni qilmaslik kerak. Qilgandan keyin cho'qim yaxshi qilish kerak. Shuning uchun har qanday qiyinchilik bo'lsa, uni yengib, masalan, shu bir hafta ichida bir necha yerda yig'in bo'ldi. Masalan, oqshom kechda keldim. Bejinda bir muhim bir yig'in bo'lib, bir akademiklarni ko'rishadigan bir ish bo'ldi. Odatda bir ishkirga borsam, bir ish emas, bir necha ishni biroq bitirib kelamiz. Bu Şinjan bilan bu ishkirni og'irligi haqiqatan jiroq. Albatta hozir samolyot bir necha soat berib keladi. Men o'zim yosh doktor vaqtimda to'lasi poyezdda 3 kun, 4 kun poyezd o'tirib, shu vaqtda quruq nonni yeb, shunday jabodan o'tkazgan. U vaqtgi jabo bilan hozirgi jabo osmon zimin farqi bor. Demak, har qanday ishni qilgandan keyin shundan natija qozongan vaqtida u jaboni odam unutib ketadi ekan. Endi oxirgi bir savol, bunda bir savol ekan. Odatda biz Şinjandan ishkiridagi Shanxay, Beyjinglarga berib, taraqqiyot rayonlarining texnika o'rgangan chog'da nurg'unlagan ishkirdagi doktorlar Şinjanga kelib mikro zaxmi tashqi operatsiya texnikasini sizning qishingiz kelib o'rgangan ekan. Siz qanday shunda yomon bo'lib ketdingiz debdi. Mikro zaxmlash operatsiyasi bizning Jumgodimi xili baldur boshlangan. Shu vaqtning o'zida biz vaqtni chang tutib, baldur o'rganib, baldur boshlab, undan so'ng bizning Şinjandagi o'tkazal ko'p bo'lg'achqa bu operatsiyani kim jiqishlasa, shuningki texnikasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun ular bizning operatsiyani ko'rib, ishkirdan ko'p qatam adam avatib, birinchi qatimda biz ishkir ko'rib o'rgandik. Biz qaytib kelib, biz ularni oshirib o'tgandan keyin ular bizga kelib o'rgandi. Ta hozirgacha ishkirga berib operatsiyani qilib turamiz. Assalomu alaykum muallim. Men Şinjan Tibbiy universitetining aspiranti. Siz ichkiri o'lkalar va xalqaro sahnalarda nurg'un natijalarni qo'lga keltiribsiz. Albatta, qanday bir shalliq natijaning orqasida nurg'unlagan jafo mushaqqat bo'ldi. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolim, sizdek bir yaxshi doktor bo'lish uchun biz yoshlar qanday qilishimiz kerak degan savol. Rahmat. Bu yaxshi savol bo'ldi. Bu fursat hammamizga bor. Shu fursatni qanday egallash, qanday o'ziga qabul qilish, abay deganda o'ziga qanday qattiq talab qo'yish, bu eng muhim. Mush kasbni tanlaydi ekansiz, cho'qim tirmishib, ustozlardan jiq savol so'rab, jiq material ko'rib, bizningki bu doktorlar kasbi bemorlar bilan uchrashish. Siz bir operatsiyani yaxshi qilsangiz, u bemor qaytib berib, u sizni tashviq qiladi. Uyg'urlarda bir gap bor, palonchi doktorning qo'li yenik, palonchi doktorning qo'li eg'ir degan aynan bir gap bor. Bir operatsiyani yaxshi qilish, yomon qilish, u sizga bog'liq.
Operasiyani yaxshi qilib, qaytadan vaqtida kasalni ranjitib qo'ysangiz, 99 ishni yaxshi qilib, birini yaxshi qilmasangiz, bemor sizni hargiz izlamaydi. Shuning uchun doktorga birinchi muomalani yaxshi qilish kerak. Ikkinchi, kasalning operatsiyasi cho'qim yaxshi bo'lishi kerak. Har qanday operatsiyani birinchi qadam qilishi degan anglab bo'lishi kerak. Yana birisi ustozni hurmatlash kerak. Tirmishib, ustozninki yo'lini amalda o'zingizga qabul qilish kerak. Bizning bu doktorlik kasbi bo'lib, bizning tashqi kasallar kasbi qo'l tutib, kesib, tikib ishlaydigan kasb. Shuning uchun siz maktab bitirib, u bir maktabdagi turmush doktorxonaga kelgandan keyin kasallar bilan uchrashish bu bir sizga cho'ng bir burilish. Shuning uchun o'zingizning kasbini o'zingiz suyib, har qanday jafo bo'lsa, bugun u yerda o'tirish va bugun bu yerda to'y va deb yursak, o'zingizning kasbidan hargiz g'alaba qozonolmaysiz. Planchin nazarga boramiz ham qabul qilamiz. Og'illikdan tashlab o'tamiz. Undaq gap emas. Cho'qim siz mush kasbni yaxshi egallasangiz, mush kasb orqali shularga mush yaxshi chiqsangiz, u siz uchun texmo cho'ng bir g'alaba deb qarayman. Kerem kam ait yaxshi javob berdi. Ya'ni o'zingizning kasbini cho'qim yaxshi suyishingiz kerak. Sizning savolingiz bormi? Assalomu alaykum Kerem alim. Men Shinjang Tibbiy universiteti mikrozaxma kasbidagi aspirant o'quvchisi ismim Muzaffar Musa. Bayniyoqi sizning so'zlagan darsingizni intayin cho'ng nab kerishdim. Hamda sizning abay so'zlagan leksiyalaringizning ichidagi shu semizlik va mikrozaxma operatsiyasi degan ikki nuqta meni intayin jalb qildi. Hamda tuvanda sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, semizlikdan e'tiboran mushta bir kasallikni operatsiya usul orqali davolash degan mushunda bir qaror, mushunda bir tanlash bemor yoki bo'lmasa bemorning uydagilarning oldiga qo'yilganda ularda cho'qim bir ikkilnish yoki bir qo'rqinish paydo bo'ldi. Chunki bizning an'anaviy qarshimizda semizlikni operatsiya bilanla davolash emas, yoki semizlikni biz kasallik deb qaraymiz. Shuning uchun mushunda bir cho'ng bir muhitda bemorlarning o'zining ideyasini o'tkazish tegishli qanday muhim nuqtalar bor. Mush to'g'risida bir tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Bizga eng jabo erkayotgan mush kasallarga hozir semizlikni hozir kasal deb qaraydi xalqaro. Benormallik kasal deb qaraydi. Ularni qanday qilib o'riqlatish men emas, bizningki butun Jungodagi doktorlarning hammasini beshini og'ritgan bir ish. Men sizlarga bir misol keltirib beray. Qirg'izistondan bir 22 yosh kirgan bir yigit bizning doktorga kelib operatsiya qildi. 172 kilo. Shundan o'ylab men undan so'radim, Uyg'urcha aran so'zlaydi va sen tomoqni oz yeysan, men tomoq yemayman deydi. Ondan keyin yendiki qo'shni bemorlarni so'radim. Bu bola zot tomoqni yeyamdi, oz yeyamdi deb so'rasam, yo bu tomoqni bek oz yeydi, tomoq yegani ko'mdi deb shunadi. Shundan men ishonmadim-da. Jiqsimiz adamlar sovuq suv ichib semirdi o deydi. Shundan bilan shkafni ochsam, ichida liq cho'kili, liq kola. Demak, bizning Shinjongdagi jiq haqlar shundaq. Voy, Kerem doktor, men go'sht tomoq yemayman. Men suv ichsam semirman, shunday o'xshaydi deb o'zining semizligini, o'zining tomoqni jiq yeganini o'zi e'tirof qilmaydi. Bo'libmi xonim qizlar. O'zining degan tomog'ini o'zi inkor qilib, shuning uchun bularga biz tashabbus qilamiz. Chiniqingizsangiz, u 150 kilo odam jugrab bo'lmaydi. Yo'lmab bo'lmaydi. Eng muhimi shu, tomoqni kontrol qilish. Tomoqni kontrol qiling desak, ya uni qilib bo'lmaydi. Masalan, bir kesanni biz operatsiya qilib bo'lib, oshqozonni hajmini kichiklatib, shu 30 gram yoki 50 gram atrofida tomoq yeyib to'ydi. Uni bir so'rin qilsa, uni og'aylar qanday qilgan desa, ya voy, men operatsiya qildimsiz? Ya, qusut emasam, qusqichi ya. Qusib o'tgandan keyin to'xtatamiz dedik. Demak, uning atrofidagi og'aylari, do'stlari uni shunaqa majburlab u so'rang bormasam jamiyatdan qalamdim, uningdan qalamdim, bundan qalam deb. Salomatligingiz o'zingizning qo'lida. Shuning uchun bizga eng qiyinchilik ish shu. Andan keyin uni jugurang, chiniqang yoki operatsiya qildimizsa ba'zilar o'tirib maslahatlashib operatsiya qildimizmi deydi.
Demek Keremkam degan siri biz bir meseleni daha çok qirib qo'yapmiz. Semizlik amaliyotda bizga ideyadik semizlik ekan. Men bu shu bizniki xalqimizdagi shu buyuk madaniyatga hayron qolman. U bo'lsa shu tomoq qizulash madaniyati. Ben nima uchun mening kishilarning tomoq qizulashligini faqat tushunmayman. Shunga menimcha bizdagi oldidan ideya masalasi, ondan bizdagi nurg'unlagan an'anaviy madaniyat ko'z qarashlarimizni o'zgartmasak, menimcha bu masalada nurg'un masalalar taqishimiz. Xo'sh. Assalamu alaykum. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Gulpari. Xinjiang Tibbiy universitetining klinik davolash kasbining aspirantligida o'qiyapman. Kerem olimdan mundaq bir savolni so'rab boqim kelyotdim. Tunji qitim operatsiyaga kirgan chog'ingizda sizmi jiddiylashganmisiz? Ilm operatsiya qilayotgan jarayonda jiddiylashamsiz. Hamda shu jiddiylashgan kayfiyatimizni qandaq normallashtirib, qandaq kontrol qilishimiz kerak mush jihatda so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Tunji qitim kirgan joyda behjitlashib Keremkam, menga deb bergan, Jiddilash albatta bo'ladi. Lekin birinchi qadam operatsiya chiqqan chog'da biz jiddiylashmaymiz. Lekin biz yordamchi. Bosh pichoqchi bizning ustozimiz bo'ladi, u kisida, u tikida biz qarab turib, biz hech qanday qo'shimcha pichoqchi. Qo'shimcha pichoqchi bo'lgandan keyin hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Biz jiddiylashdığımız birinci qitim o'zimiz o'z oldimizga qilgan operatsiyada jiddiylashimiz. Demak, men shu mikrozaxmlash operatsiyasini o'rganib kelgandan keyin boshda albatta bizning ustozimiz ishlaydi. Bir kuni mening ustozim ishkirga jig'an ketib qoldi. Shuning bilan bu operatsiyani ishlamaymi, ishlaymi deb tursam, bizning bilimdagi boshqa mudirlar ishlar biz bor. Lekin mening ko'zim yetdi. Lekin o'zim shu jiddiylashdim. Şunu operatsiyaga chiqqandan keyin operatsiyaning sesra boshlig'i umi tasalli berib, ishlar sen cho'qim ishlab ketsa bu operatsiyani dedi. Demak, shu vaqtda birinchi operatsiyaga vaqtida men bir kun burun kechish yaxshi qilmagan. Şunu shu operatsiyani aytdi, albatta yaxshi bo'ldi. Shundan keyin mening ustozimmo ishkirdan qaytib kelib, yaxshi sen bu kasbni yaxshi egallading, bundan keyin o'zing oldiga ayrim ishlar deb men shu huquqni berdi. Shundan keyin jiddiylashmay operatsiyani ishlab mandiq. Lekin yana yangi operatsiyani boshlagan vaqtimizda, masalan, ishkirga berib, o'rganib kelib, yoki bo'lmasa ba'zi operatsiyani o'zimiz kashf qilmasak bo'lmaydi. Demak, birinchi qitim jiddiylashgan. Izchil turda jiddiylashib ketibsiz. Menimcha bayonlaringizda shunday aniq bo'ldiki, jiddiylashish muqarrarlik, shundaymi? Lekin jiddiylashishni yengish bizniki chiqish yo'limiz. Assalomu alaykum, Kerem olim, yaxshimisiz? Ismim bo'lsa Tayyar Talib. Men doktorlik kasbini o'qiyotgan aspirant o'quvchisi. 5-ayning 11-kunining semizlikni oldini olish kuni ekanligini ko'p sonli odamlar bilish kerak. Mush kunni alayda kun qilib bekitib, hamda doktorxonalarda shu kunga shu kasallikka qarata faoliyatlarni olib borganlikdan shu semizlikning salomatlikka xavf olib kelayotgan cho'ng tahdidlarni ko'rib olgan bo'ldi. Hamda biz hozirgi shu semizlik kasalining oldini olish uchun biz o'zimizni qanday turmush odatiy yetildirsak bo'ldi. Mush jihatda biz tafsiliy bir tushuncha hosil qilib bergan bo'lsangiz, rahmat. Abay men dedim, salomatligingiz o'zingizning qo'lda deb. Chaqadamlar o'qimayman. Men burun samirgan. Eng og'ir vaqtimda 88 kilo ekan. U vaqtda yangi maktab bitirib, hamda semizlikdan bir davri bor-ku. Institutda o'qigan vaqtida u rasmiy bizningki normaliy tomoq bo'ldi. Biz u vaqtda u normalsiz tomoq deydik. Tomoqning go'shi yo'q ekan, meyi oz ekan deb jo'da qilgan. Nurg'un qitim tomoq tashlab ishlangan. Demak, lekin shu tomoq bizga eng muvofiq tomoq deb qarayman. Shu vaqtda hamma o'quvchilar hammasi o'ruq. Sizlar aspirantlar hammalar normal semizlik turasizlar. Semiz emas, normal hammalar. Maktab bitirgandagi maosh bo'lgandan keyin shuning bilan kechasi ancha-muncha kechilik tomoq shu jarayonda samirib ketadi. Demak, shu abay degan 5-ayning 11-kuni xalqaro semizlikni oldini olish nima uchun chiqdi degan vaqtida bu semizlik butun dunyoga xavf olib kelyapti. Hozir buni bir yuqumli kasal deb qaradi yana birisi. Semizlikka ketayotgan iqtisod dunyodagi GDP'ning
ikkidan 5'i ketyapti. Bir semizda bir qilsak 40 ming 50 ming ketadi. Sizlar ko'rib turasizlar, semiz odamlarniki chiroyi paqirab turdi. O'riqlagandikilar kasalga o'xshash bo'lib qoladi. O'riqlagan odamni o'zi emas, atrofidagi odamlar uni yana qayta samirtib turdi. Nima deb degan vaqtida qarshi semiz chiroyi paqirab turgan, o'riqlagandiki sal go'shtir bo'shgandikin, sen kasal bo'lib qoldingmi? deb uni qo'rqitib yana qayta samirib qoldi. Shuning uchun atrofidagi odamlarning gapini anglamay, bizningki o'zimizning mush kasbdagi doktorlarning gapini anglab, besimni azaytib, normali yemek yeb, normali chiniqib, chiniqishni ortiq qilsak bo'lmaydi. Tomoqni jiqiya olib, men jugadim desak bo'lmaydi. Tomoqni normali yeb, harakat qilib berib, onundaki angizi qaqash qilsak yaxshiroq deb qarayman. Keremkanning fikri qo'shilma. Ya'ni semiz adam paqirab turdi deydi. Lekin chataqiri og'riganda vaqirab turadigan yeri bor. Hozir sizdan nihoyatda o'zimni bilmaydigan, biroq hammamiz shaxsan men bak qiziqadigan bir masalani so'rag'im kelyapti. Hammamiz urug'lashga qiziqimiz bu. Ba'zi xonim qizlar texnik zilva badanga erishish uchun, yana ba'zi xonim qizlar yoki apandilar bo'lsin o'zining og'irligini tuvaltish uchun har xil usullarni qo'llanadi. Masalan, tomoqdan pariz tutish, chiniqish, undan boshqa dori yeyish qatorliq usullar bilan. Biroq 3 xil usulni tanlab qo'llanadiganlarmi? Menimcha bu men shaxsan o'ylayman bu ilmiy bo'lmagan bir urug'lash usuli. Undaq bo'lsa ilmiy urug'lash uchun biz qanday usullarni qo'llanishimiz kerak bu haqda so'zlab bergan bo'lsangiz. Biz uchrashgan semiz odamlar 10 mingga berib qoldi. Shuning ko'p qismi hamma usulni qo'llanganlar. Bir misol keltiray, bir xansu qizcha kelibdi, dadasi opsi boshlab. Men o'rixlayman deb men uning dedim, u qiz 20 yosh atrofida. Sen yoshkansa, sen boshqa usulni o'rixla. deb men ham dedi berishga desam, nima bo'ldi dedi. Nima deb desam, hammani qilmadi. Hammani qilib bo'pti. Masalan, darish, chiniqish, demak, butun dunyodagi materialni hammani ko'rib, apras usulni o'qib bo'pti. Desam, opsi deydi, buni apras qilmasa bo'ldi deb, men usullab, buni apras qilmasa bo'ldi dedi. Men yana uning xizmatchisidim. Sen chiniq, sen qiz bola ekansan, yana chiniq. Boshqa usullar o'roqlar, darima. Lekin biz senga normal yemek usulini deb beraylik, mush bo'yicha o'roqlar desam, qat'iy unimida. Yo'q, men ham usulni, apam o'qimaydi. Dadam o'qimaydi. Men ham usulni qilib baqdim. Dedi, shundangiz biz apras qildik. Apras qilsak, o'tgan haftada kelibdi, tanimabdi men qizni. Shundoq chiroyli. Demak, o'roqlashning usuli ko'p, dori yeyish qat'iy bu yaxshi emas. Dorining aks ta'siri ko'p. Dori yeyish, uning ishtini tutish. Ishtini tutish degan gap, buning butun organizmga aks ta'siri bor. Eng yaxshi usul tomoqni osti yeyish. Semizlarning ko'p qismi tomoqni ichib yeydi. Bo'libmi shu xonim qizlarga tomoqni osti yeydi, qapildi. Men osti yeyman. Tomoq yemayman deb. Amaliyotda tomoqni ichib yeydi. Ba'zi lag'mani ichib olganlar bor. Masalan, bir 100 kiloluk birisi kelsa, uningga shu burunqi tomog'idan 50%sini yeb, andan keyin yana 50%sini uning chiniqtirish. Badandagi ortiqcha moy qismini jugrab, uni energiyani sarf qilish. Mushunaqa vaqtida eng muvofiq yaxshi o'roqlash bo'ladi. Sizmi savolni xato so'rabsiz qarab baqsam. O'zingiz ashta o'riqtirib, yana o'riqlashning savol so'radingiz. Hamda o'riqlasangiz laylaysiz siz hamda. Assalomu alaykum Abdukarim muallim, yaxshimisiz? Men bir qancha yil burun mikrobiologda sizdan bir parcha maqol ko'rgan. O maqolda ya'ni doktorlik texnik san'atga aylantirish degan temada yozilgan bo'lib, 2008-yil 5-navbatlik mushu mikro zaxm tashqi kasalliklarni yig'inini Abnum rayonimizda echilgan bir qisqa bir filmga. Buningda sizning operatsiya qilayotgan bir ko'rinishingiz bor. Andan keyin ma'lum bir doktorxonaning mutaxassisi, bir professori buningda sizning ashmish operatsiya qilayotgan mutaxassis qaysi davlatning mutaxassisi deb so'ragan vaqtida andan keyin birisi endi o'tagan birisi Shinjong Uyg'ur Abnum rayonlik xalq doktorxonasining
mutaxassisi sizning ekanligingizni deb bergan. Andan keyin operatsiya tugagandan keyin sizning ko'rinishingiz chiqqan vaqtida u odam intayin hayron qolgan, ham ajablangan. Bugun men siz bilan hamda tunji qatim mishada sizning naq maydonda o'tirib leksiyaringizni angladim. Mening sizdan so'raydiganim mushu hayotingizda mushunchalar zo'r natijalarni qozonibsiz. Mayli davlat ishchi bo'lsin yoki sirti bo'lsin, yoki bizning Shinjongda bo'lsin, nurg'unlagan yangicha natijalarni akiribsiz, ham yangiliklarni yuzlantiribsiz. Mushundaq vaqtingizda siz o'zingizda mush tirishchiliklarni natija qozonish uchun qanday tirishchiliklarni ko'rsatdingiz, hamda o'zingizda qanday bir yuksak ruhni yetildirdingiz? Bir kasbni qilganmiz, cho'qim shuni yaxshi qilib, faqat o'zila natijaga ega bo'lmay, xalq uchun xalqlar foydalanish degan ma'noda ruh bo'lgan. Masalan, bir operatsiya qilib, uni ekranga olmasak, boshqasi ko'rmasa, u o'rganolmaydi. Shuning hozir meningki, mana tibbiy jurnal uni nonda birlik, uni hansocha Jonghua Wishuan Fanobing denzi zarı deydi. Onun da şu operatsiyaningki deskisi var. Desk şunun sılıqlıq. Ben bir qığa operatsiyan şu deski qısab haqq taqitimiz. Hazır biz yığınansaqmı, onunla leksiya sözləb, nəziriyyə sözləsək, haqq işenməydi. Çoxum şu operasyonu ekrandan düşürüb, onu anandakin leksiya sözlüğün vaxtıda şu filmni qoyumuz. Demək, abay siz deganlik şu operas şu vaxtı bizningki 2008 içilgan yığında qo'ygandan keyin jiqadamlar ko'rib, odatda biz ishkirga borsaqmi, to'lasi chet elning operatsiyasini qo'ydi. Masalan, Amerika, Germaniya mush operatsiyalarni qo'ydi. Bu yerga kelgandan keyin qarshi shunday yaxshi ishlangan operatsiya bo'lgandan keyin u ko'rib, bu qaysi davlatning ishlagan deb so'ragan. Shu vaqtida men ishli degandan keyin u ishonmay, keyin ani ko'rgandan keyin haqiqiy ishondi. Shu yillar shu bir doktor navbatda bizning mishadi. Bir 3 oyda turib o'rganib ketdi. Demak, bir operatsiyani yaxshi ishlash, chiroyli ishlash, buni men san'at deb ko'raman. Rasmni chiroyli qilsangiz haq yaxshi ko'rdi. Operatsiyani yaxshi qilsak, uni haq ko'rdi. Shu orqali nurg'a odam tarbiyalaymiz. Bu savolga Kerimkamniki yana bir yangi javobi chiqdi. U bo'lsa-mu, men operatsiyani bir san'at deb ko'raman deb. Biz bugungi programmamizda tibbiy sohada ko'zga ko'ringan mutaxassis Kerem Abdurahim akamizniki barliq hayot kechmishlarini, ta'sirotlarini va ideyalarini angladik. Demak, uning ideyalarida shu narsa nihoyat cho'nqir ifodalanib turdi. U bo'lsa-mu, cho'qim kasb uchun izlanish. Bo'libmi, sog'lomlikdan iborat bu xil mohiyatli kasblarda cho'qim o'zini beg'ishlab izlanish. Kerem akamning bu xil ro'yiniki bizning jamiyatimizning hamma sohalariga tegishli ta'sir ko'rsatishini umid qilamiz. Ko'p rahmat, kelar sonda ko'rishaylik.